Hop, shunaqa ilg'or texnologiyalar mana o'zimizga ham yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin 4G, ya'ni o'zining ichidagi sim kartasi orqali ishlayapti. Bu ham mana 4G o'zining sim kartasi orqali ishlayapti. Hech qanaqa Wi-Fi orqali emas. Bu degani dunyoning istalgan joydan turib bemalol to'liq nazorat qilib ketsanglar bo'ladi mashinalarni. Hop, mana asosiy hammaga xo'p bu Lenovo 4G, ya'ni sim kartali modelimizni sizlarga hozir to'liq obzorini qilib beramiz. Bu video registratorimiz 2026 shu yoz oylarida ishlab chiqarish boshlangan. Hali O'zbekistonda hech kimda yo'q bunaqa model, bunaqa narxga deb bemalol ayta olamiz. Hop, ularning ishlariga ahamiyat beringlar. Eng asosiy vajli narsalardan bittasi, ya'ni o'zini zaryadka joyi orqali video registratorga ulaylar. Boshqa video registratorlarni mana bunaqa Type-C kabelini ili umuman telefonni zaryadkalariga buni ulasanglar, bu hech qanaqasiga ishlamaydi. Ya'ni o'chib qolaveradi. O'shaning uchun o'zini zaryadka joyi orqali ulaylar. Bu yoqga mana o'zini zaryadka joyi orqali ulaganimizda, bu yoqga mana orqa kamera, bu yoqga bo'ladigan bo'lsa, mana GPS, o'zini adeniy GPS bo'ladi. O'sha GPS ni ulab qo'yganmiz. Hop, endi sizlarga bunga sim karta qo'yib ishlashini to'liq bosqich-bosqich tushuntirib o'tamiz. Hop, qaranglar. Sim kartani ham birinchi o'rinda video registrator ochiq holatda qo'yish kerak sim kartani. Hop, mana video registrator ochiq turibdi. Hop, bundoq pastga qaratasizlar, mana birinchi joyida bu yoqda anu turibdi, fleshga turibdi. Ikkinchi joyida sim karta turibdi. Mana sim kartani olasizlar, qanaqa qo'yilishini ko'rsatib o'taman. Mana sim kartani mana chap tarafdan kesilgan joyi chap tarafda bo'ladi. Ya'ni chap tarafda bo'ladi. Bunda bosasizlar, bosganingizdan keyin mana bunaqa sim karta ochadigan bilan ustidan bosib qo'yasizlar. Mana bu sim kartani qolipini sizlarga bonus sifatida beramiz. Buni qidirib o'tirmaysizlar. Eng kichkina qolip ustiga bitta o'rtanchasi bor mana. O'sha qolip orqali bemalol shunaqa tiqasizlar. Xo'p, mana hozir buni tiqamiz. Xo'p, mana joylashtiramiz. Joylashtirgandan keyin mana ustidan bundoq bosib qo'yasizlar. Hop. Mana sim kartani joylashtirib oldik. Birinchisiga fleshga, ikkinchisiga sim kartni. Hop, buni endi ko'taramiz. Ko'targandan keyin hop mana GPS-larni mana vaqtinchalik qo'yib turamiz. Ilkiga mana video registratorni yoqamiz. Video registratorimiz yonyapti. Yonayotganini mana ko'rishingiz mumkin. Hop, mana shunaqa yonadi. Bu yoqda mana hozir antenna joyi, ya'ni sim kartangizni hozir tiqqaningizdan keyin mana bu yoqda o'rtadagi GPS, chap qo'ldagi fleshka, bu bo'ladigan bo'lsa sim karta. Hozir mana sim karta o'sha avtomatik mana tushdi. Hozir mana 4G bo'lib yonsa sim karta ishladi degan. Mana hop, mana old kamera, bu orqa kamera. Mana sim kartamiz hozir ishlab ketadi. Bir 2 daqiqa, 3 daqiqa kutish kerak bo'ladi. Hop, mana yonda video registratorimiz. Video registratorimiz yongandan keyin mana bu yoqda fleshkada zapis ketsa, mana bu yerda ko'rsatib turadi. Mana zapis ketayotganini ko'rsatib turadi. Hop, bu yoqda bo'ladigan bo'lsa, mana zapis ketsa rest tugmasi bo'ladi. Bu bo'ladigan bo'lsa rasmga olish bo'ladi. Bu bo'ladigan bo'lsa ekran bloklab qo'ysanglar bo'ladi. Bu bo'ladigan bo'lsa salon ichidagi ovozlar, ya'ni o'zining mikrofoni bo'ladi. Bu bo'ladigan bo'lsa orqa kamera, oldi kamera qilib, mana bu oldi kamera, bu bo'ladigan bo'lsa orqa kamera. Hop, mana bu ikkalasini birdan ko'rish. Hop, mana fleshkamiz yozyapti degani, GPS ulandi degani, bu bo'ladigan bo'lsa mana sim kartamiz avtomatik ishladi degani. Ko'rishingiz mumkin, mana antenna chiqdim bo'ldi, sim karta ishladi degani. Hop, endi sizlarga buni qo'shimcha funksiyalarini tushuntirib o'tamiz. Qo'shimcha funksiyalarga keladigan bo'lsak, hop, birinchi o'rinda intellektualniy vождение, ya'ni slipoy zonalari bor. Slipoy zonalarni ham hozir sizlarga video davomida ko'rib ketsanglar bo'ladi. Mana polisa datchiklari bor. Bu yoqda bo'ladigan bo'lsa, mashina bo'ladigan slipoy zonalar bor. Bu yoqda bo'ladigan bo'lsa, pоворot qilishlarda mashina bormi yo'qmi, hammasini ko'rsatib turadi. Hop, keyin bu yoqda bo'ladigan настройка вождения bor. Zapis audio bor, ya'ni ovozni zapis qilish bo'ladigan bo'lsa, monitor parkovka, ya'ni parkovka rejimi, bu bo'ladigan bo'lsa G-sensor. Hop, keyin orqaga qaytamiz. Orqaga qaytgandan keyin sistema настройкасы bo'ladi. Yakslarni to'g'rilasanglar bo'ladi bemalol. Misol uchun hozir 60 ta turib 80 qilsanglar yanada yorug' bo'ladi. Hop, настройки громкости, buni ham bemalol ko'tarib tushirib olsanglar bo'ladi. Hop, keyin bu yoqda bo'ladigan bo'lsa ekran sina, ya'ni ekranni qora qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa oyna sifat bo'lib turadi. Hop, mana shu oyna sifat bo'lib turadi. Hop, настройки yozikda keyin время, qolgan hamma narsalarni to'g'ri turibdi, hech narsaga tegishli shart emas. Orqaga qaytasizlar. Orqaga qaytgandan keyin upravlение dokumentami bu yoqda bo'ladigan bo'lsa videolarni yozilganlar, ya'ni video yozilganlar, orqa kamera, oldi kamera hammasi mana shu yerda turadi. Hop, mana bu yoqda bo'ladigan bo'lsa video blokirovka, ya'ni DTP, MTP bo'lsa, xudo ko'rsatmasin, o'shalarni avtomatik bloklaydi. Изображение bo'ladigan bo'lsa, mana bu o'rtadagi knopkani
bosib rasmga olsanglar mana izobrajeniyega o'tadi. Hop, endi sizlarga eng asosiy funksiyalardan, ya'ni dasturga qanaqa ulanadi, o'sha bo'yicha hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz dasturga qanaqa ulanishlarini. Hop, bu uchun mana Cloud Spirit mana shuni ustiga bosamiz. Aytyapti bu yoqda, xohlasangiz zotni sizda iPhone bo'ladigan bo'lsa, App Store'ga kiringda, mana yozilishi Cloud Spirit mana dastur mana shunaqa bo'ladi. Xohlasangiz zotni sizda Android bo'ladigan bo'lsa, Play Marketga kirib Cloud Spirit yuklab oling. Mana Play Marketdan mana Cloud Spirit yuklab olasizlar, kirasizlar. Kirganinglardan keyin добавить tugmasiga bosasizlar, bosdinglar. Keyin mana buni skaner qilasizlar mana. Bundoq qilsanglar skaner bo'ladi. Mana ulandi. O'zi привязано deyapti. Mana registrator bo'lib ulandi. Shuni orqaga qaytasizlar. Mana vajeniga qaytasizlar. Bitta menga bitta bosasizlar mana. Bosishinglar bilan mana ozgina загрузкасы bo'ladi. Подключение ketyapti hozir. Подключение bo'lgandan keyin to'liq avtomobillarni uylardan turib to'liq nazorat qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yoqda nimalarni ko'rsanglar bo'ladi? Birinchi o'rinda mana bu yoqda ikki tomonlama yozuv bor. Ya'ni ikki tomonlama ovoz yozuvi deganda nimani tushunishinglar mumkin? Mikrofonni bosib gapirsanglar, video registratordan eshitiladi. Video registrator ichidagi ovozlarni bo'ladigan bo'lsa, telefoninglar orqali bemalol eshitib ketsanglar bo'ladi. Ya'ni salon ichidagi ovozlarni video registrator orqali bemalol o'zingizlar eshitib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, mana dasturimizga ulab oldik buni. Ulab olganimizdan keyin ko'rishinglar mumkin. Mana uchalasi to'liq ishlab turibdi. Hop, flashga GPS bu yoqda bo'lingiz 4G, ya'ni internetda bo'ldi, tiklandi degani, internet to'liq ishlab turibdi degani 4G ga olsa, hop, bu yoqda mana o'zini internet orqali ishlayapti. Endi sizlarga buni funksiyalarini tushuntirib o'tamiz. Dasturni onlayn tursa bo'ldi, muammosi ishlayapti degani. Ko'rishinglar mumkin, hammasi birga bir ishlab beradi. Hop, mana bu yoqda bo'ladigan bo'lsa, kolonkani, ya'ni ovoz rasmi turibdi. Buni bitta bossanglar, salon ichidagi ovozlarni o'zingizlar eshitsanglar bo'ladi. Hozir biz salon ichida o'tirganimiz uchun ovozimiz o'zimizga qaytib keladi agar buni yoqib qo'ysam. Bunda bo'ladigan bo'lsa, mikrofon ustiga bitta bosasizlar, uyda o'tiribsizlar misol, mikrofon ustiga bitta bosasizlar, farzandinglar yoki tanishinglar mashina haydab ketayotgan bo'lsa, mikrofonni bosib gapirsanglar, video registratordan ovozi eshitiladi to'liq. Bu bo'ladigan bo'lsa, formatini to'g'irlash, HD va standart formatlar bor. Bu bo'ladigan bo'lsa, bitta bossanglar, yonmachasiga bo'ladi ekran mana. Ya'ni bitta bossasizlar qaytariladi. Xo'p, bu mana oldi kamerani ko'rsatib turibdi hozir. Mana oldi kamerani ko'rsatib ko'rishinglar mumkin. Mana chekkasiga bitta bossasizlar, peredniyni zadniyga o'tkazasizlar. Zadniy kamera, ya'ni orqa kamerani avtomatik orqa kameraga o'tadi mana. Orqa kameraga o'tadi mana. Bitta bossanglar, mana hozir video bo'layotgani uchun bu o'tmayapti. Orqa kameraga mana o'tkazib olsanglar bo'ladi. Orqa kamerani ko'rsatib turadi. Xo'p, keyin bundoq bitta bossasizlar, peredniy kameraga o'tkazasizlar. O'tdi. Bu yoqda bo'ladigan bo'lsa GPS. Ya'ni aniq lokatsiyasi qayerda turibdi, avtomobil hozir qayerda turibdi, aniqini ko'rsatib turibdi. Agar avtomobil mana ko'cha bo'ylab harakatlansa, mana shu ko'cha bo'ylab harakatlanayotgani va necha tezda harakatlanayotgani hammasini ko'rib tursanglar bo'ladi. Geozona va marshrut orqali avtomobillar qayerdan qayerga bordi, necha skorostda bor, qaysi soatda o'tdi, hammasini shu orqali ko'rib tursanglar bo'ladi. Programma juda ham udobniy qilib ishlangan, 100% tushunarli qilib ishlangan, rus tilida bo'ladi. Hop, eng asosiy funksiyalardan bittasi, ya'ni faylga bossanglar, flashga yozilgan videolarni hammasini ko'rib tursanglar bo'ladi. Hop, programmaga kirib olish uchun bo'ladigan bo'lsa, shunday dasturga kirishinglar bilan avtomatik mana ekran ochiladi va shu bilan bemalol kuzatib ketsanglar bo'ladi. Hozir endi sizlarga buni slipoy zonalari qanaqa ishlashlarini video davomida ko'rsatib o'tamiz. Hop, mana slipoy zonasi qanaqa ishlashini ko'rishingiz mumkin. Mana chap tarafda mashina bizga yaqin keldi. Ikki mana mashina bor, o'tmadi, bizani ogohlantiryapti. Hop, mana endi mashinalar yo'q, chapga o'ngga bemalol o'tsanglar bo'ladi deb ogohlantiryapti. Buni slipoy zonalarning o'zi $150, $200 atrofida turadi. BSD slipoy zonalar. Hop, mana buni ishlashlarini ko'rishingiz mumkin. Birga bir ishlab beryapti. Hech qanaqa xatolik yoki boshqa narsasiz. Mana ko'k polosada deyapti. Bunda biz ketayotganimiz ko'rsatyapti. Chap o'ng polosada bo'ladigan bo'lsa, bular bo'sh, yashil o'tsang bo'ladi, bemalol ko'rsatyapti. Slipoy zonalari ham birga bir zo'r ishlab beradi. Xo'p, mana bu slipoy zonalarini qolgan qo'shimcha funksiyalar ishlashini ko'rishingiz mumkin. Mana bitta polosani ushlab ketyapti mana. Bu yoqda bo'ladigan bo'lsa, avtomobillarni belgilab ko'rsatyapti. Mana nechta avtomobil bo'lsa, hammasini ko'rsatyapti. Oldingizda peshixod chiqadigan bo'lsa, peshixod bor deb ogohlantiradi.
Mana ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu yoqda bo'ladigan bo'lsa, mana har bitta avtomobil, har bitta obyektlarni olib beryapti. Oldinglarda agar kech payt odam o'tadigan bo'lsa ham, odamlarni ham ko'k, ya'ni ko'k polosali liniyada odam bor deb aytib ham turadi. Bu mana avtomobillar yashil liniyada olyapti. Hozir endi sizlarga orqada slipozorni qanaqa ishlashini ko'rsatib o'tamiz. Buni parkovka rejimi ham bor, ya'ni bunday parkovkadan turib R ya'ni orqaga yurganingizda ko'rishingiz mumkin. Parkovka qilish uchun to'liq liniyani ko'rsatib beradi. Liniyalar ham 100% adashmasdan ko'rsatib beradi. Buni eng yana zo'r taraflaridan bittasi ekranni o'zlarini tepa past qilsanglar bo'ladi. Orqa kamerani va oldi kamerani ham xuddi shunaqa tepa past qilib turib o'zingizlarga moslab olsanglar bo'ladi. Ya'ni buni o'zidan burishinglar shart emas. Bunaqa texnologiyaga ega, bunaqa ko'p funksiyalarga ega bo'lgan video registrator, ya'ni original Lenovo kompaniyasining video registratorini hozirgi paytda O'zbekistonda hech qanaqasiga bunaqa narxda, bunaqa sifatda topa olmaysizlar. Aksiya vaqtida xarid qilishga ulguringlar. Garantiyalari ham bor. Hech qanaqa muammosi ishlab beradi 100% miqdorda.